Nonushta qildingmi? Bilasan-ku, ertalab hech narsa yegim kelmaydi. Balkim smuzi icharsan peroksiga. Yo'q, rahmat, men suv ichdim. Tushlikda pasta shunaqa zo'r ketadi. Men umuman ovqatlanishga ulgurmayapman. Oho, kechki ovqatga shuncha narsa yedingmi? Bilmadim, negadir har doim kechqurun ishtaham ochiladi, lekin ertadan aniq diyetaga o'tiraman. Diyeta qilish shart emas, menga obuna bo'lsang bo'ldi. Miroshiq shokolad yeysanmi? Yo'q, shirinlik semirtiradi. Xo'p, balkim kola zero icharsan? Yo'q, men diyetadaman, kerak emas. Mana bu lavash shunaqa mazali ekan. Menga mumkin emas deyapman, tushunasanmi o'z odamni? Yana semiribman ozish o'rniga. Sen nimaga diyeta qilmasdan ham ozyapsan? Chunki men bir ilova orqali kaloriya hisoblab yuraman va trenirovka qilaman. Qanaqa ilova ekan u? O7 ilovasi. Kel darrov ilovani afzallik tomonlarini senga aytib beraman. O7 ilovasi bizning o'rnimizga o'zi kaloriya hisoblab beradi. Ratsionlar tuzib beradi. Erkaklar va ayollar uchun to'liq mashg'ulotlari ham bor. Challenge'lar o'tkazsa bo'ladi. Eng asosiysi mutlaqo tekin. Voy, juda ham zo'r-ku. Ilovani qayerdan yuklab olsam bo'ladi? App Store yoki Play Marketdan yuklab olsang bo'ladi. Nonushta qildingmi? Bilasan-ku, ertalab hech narsa yegim kelmaydi. Balkim smuzi icharsan? Yo'q, rahmat, men suv ichdim. Tushlikda pasta shunaqa zo'r ketadi. Men umuman ovqatlanishga ulgurmayapman. Oho, kechki ovqatda shuncha narsa yeding. Bilmadim, nimagadir har kuni kechqurun ishtaham ochiladi, lekin ertadan aniq diyetaga o'tiraman. Diyeta qilish shart emas, menga obuna bo'lsang bo'ldi. Men hozir ozyapman, shuning uchun tuxumni oqini yeyapman. Men esa vazn olyapman, shuning uchun butun tuxum yeyapman. Men o'zish uchun kartoshka yeyapman, chunki kartoshkaning hajmi katta, kaloriyasi esa kam. Men esa guruch yeyapman vazn olish uchun. Shirinlik yegim kelsa, shakarsiz jem yeyapman o'zish uchun. Men esa araxisovay pasta yeyapman vazn olish uchun. Men kola zero ichyapman ortiqcha kaloriya olmaslik uchun. Men ham kola zero ichyapman, ortiqcha shakar kimga kerak? Shunaqa foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, obuna bo'ling. Shokolad yeysanmi? Yo'q, shirinlik semirtiradi. Xo'p, balkim kola zero icharsan? Yo'q, men hozir diyetadaman, mumkin emas menga. Mana bu cheeseburger shunaqa mazali ekan. O'chir og'zingni, mumkin emas menga deyapman. Mana bu yogurtni dietada ham yeyish mumkin. Do'stim, men senga yana bir marta aytyapman. Diyeta menga mumkin emas. Menga obuna bo'lganmisan? Yo'q. Ha, unda semirishni davom etaver.